Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrdonlar, Makka mukarramada yoki Madina Munawvarada xurmo olaman deganlar, agar magazinlardan, bozorlardan olishga ulgurmagan bo'lsangiz, Bindavud degan magazinlar tarmog'i bor. Ko'chadagiga nisbatan ozgina qimmatroq bu xurmolar, lekin ichida qurtlagani, achigani, chirigani, o'qlangani bo'lmaydi. Hammasi rostakasamaga kafolatlisi. Hozir men bulardan so'radimki, haqiqatdan Madina oblastida o'sgan ajva xurmosini ko'rsat desam, ishchilar kelib, tamru ajva, mana tamru ajva mashini ko'rsatishdi. Mashina haqiqatda Madinada o'sgan, Madina shahrida emas, Madina oblastida yetishtirilgan xurmo deb aynan shuni ko'rsatishdi. 66 riyol ekan, 800 gram ekan mashina ichida. Bu yog'i fokusingizga qarab hamma turdagi xurmolar bor. Mana bu yerda xurmo sirkasi deydimi yoki nima deydi, bularni o'shanga o'xshagan narsalar deymiz. Bu yoqda xurmodan tayyorlangan shirinliklar. Nima uchun betdan olinglar deyapman? Sababi betda siroga o'tmagan, tekshirilgan, ichida haqiqatdan ham sifatli narsalar bo'lganligi uchun. Men o'zim ham goh-gohida shu joydan xurmo olib turaman, lekin har doim emas. Sababi bozorda arzonroq, betda sifatli narsa olasiz, lekin ozgina qimmatroq.